Xo'p, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi pechkamiz, ekonom pechka, logotiplari kuyib o'chib qolgan, hali g'ira-shira bo'lib chiqyapti. Logotipi mana shu original pechkamiz. Bu pechkamiz berganmiz, bitta akamiz xonadoniga berganmiz, mana shu yerga. Mana shu joylari 7 ga 5 u 10 ekan mana shu joyi. Mana shu joyda bemalol isitayapti. Mana pechkamiz, shu pechka. Mana o'shali prostoy variantda berganmiz, o'tganli berganmiz bunda. Mana akamiz yoqib maza qilib ishlatyapti ekan. Hali ko'pchilik naqa deyapti, lekin o'sha o'tgangi pechkalarimiz o't yonadigan joyi bir qavat edi, o'sha 208 lik edi. Hozirgi pechkalarimiz двойной qilib ichiga qoplanyapti, двойной bo'lyapti, 5 u 6 bo'lyapti. Mana berganimizga 3 yil bo'ldi, 3-yil yoqyapti. Mana hozir hech narsa bo'lgani yo'q shu pechkaga. 3 yildan beri yoqyapti. Mana xudo xolasa mana ichida o'tinlari ham yonyapti. Hozir o'tin tashlab qo'yibdilar. Endi bu yerda keyin ko'mirlari ham bor. Mana shu ko'mirlardan 2 dona, 3 dona tashlab qo'yadi. Uyda issig'ini ushlab turaverar ekan. Mana shu joyiga qo'yibdilar akamiz. Mana shunday chiqarib qo'yib olibdilar. Mana shu joylari 7 ga 5 u 10 ekan mana shu joyi. Mana shu joyda bemalol isitib, zo'r qilib chiroyli qilib beryapti. Tutash bunaqa narsalar yo'q bu pechkamizda. Garantiyasini beramiz. Bu kraskalanmagan holati edi bu. O'tgan yili kraskalanmagan holatini berganmiz akamizga. O'tgan yili demoqchi edim. 3 yil oldin berganmiz o'sha o'zimiz. Mana yoqib ishlatyaptilar, o'sha kraska qilinmagan. Endi hozirgi naqalarimiz kraska qilingan hammasi. 100% hamma yoqda komplet. Buni ham o'sha aytganimizdek, zaslonkasi, kuldoni hamma yo'g'i bor, lekin buni guli yo'q, tapchani yo'q orqasida. Bu prostoy varianti. O'sha 3 yil oldin, undan oldingi yillari bular 1.200.000 so'mdan sotilgan. Hozir biz chiqarayotgan pechkalarimiz 1.200.000 so'm ham guli, ham tapchani bor. Bu joyi 20 bo'ladi. Buni 25 ham bor bunkerlisi. Kimga mana shunaqa pechkalar zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi.